Hurmatli obunachilar, bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishloq Shovonda shu o'ptimcha arzonchi Mahmudjon akamizni qo'yib bermasamiz. Hurmatli obunachilar, bugun hafta kuniga shanba 28-iyun 2025-yil. Hammalaringga kun xayrli va maroqli o'tsin deb mana bunaqa yangi tayyor qo'chqorlar velika variantdan sizlarga chiroyli qilib obzor qilib beraman. Akalar, video boshidan bir dondan like bosib qo'llab-quvvatlab turib, yurak tumbay o'sha to'pbollarni bosib qo'yishadi. Hamjon akamiz bilan sikromni qilib. Assalomu alaykum. Boburjon, nima gap? Yaxshimi aka? Sog'lom. Obunachilar, xabarlaringiz tuzukmisizlar? Xudo xolasa like bosib turaverasizlar. Chiroyli padochka chiqib, narxlar xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Har doimgidek arzon. Har doimgidek arzon, xudo xolasa tars bizda. Ya dirs-dirsmi? Bikinchiki qilib qo'yadi. Bikinchiki bo'lmaydi xolasa. Bunday qilamiz. Aha. Bu ko'zlarni mana yaxshilab bosib ko'rsin. Har qaytaman ularni kashf qolishadi. Xudo xolasa. Xudo deb chiqazyapman. Xudo ham taolo bizga ham, olgan odamga ham Xudo ham taolo barakasini bersin. Mana bu qo'ylar xudo xolasa deyarli yemga tayyor. Yemga tayyor. Buni o'ktirib ham o'tirishmaydi buni. Aha. Bosib o'radi. Qolishaveradi. Hurmatli obunachilar, ayyamasdan yemlarni bosib beraveradigan variantlar. Qoladi, bunday so'z bo'lmaydi. Xudo xolasa. Mana janolarni qarang. Uyning ko'zi mana shu bir 6-7 oylik narsada. Lekin 10 kilo chiqib qoladi. Shunday, ha. Inshaalloh. Hop, 6-7 oy. Bu to'qli qo'chqor deb qo'yilgan. Qo'zi emas, to'qli qo'chqor aka, xudo xolasa. To'qli variantda. To'qli variant. Soni nechta aka buning? Buning soni 25 ta. Soni 25 bosh akalar, lekin uzunligiga bitta attenni baho beringlar. Uzunligiga, gaziga, suyagi uzun, holat ikiyos sifat o'ta zo'r. Bir so'z bilan aytganda a'lo darajadagi qo'zg'och qildi. Aka buni bo'yi yerdan balandligini nima deymiz endi? Yerdan balandligini o'lchamadiku 70 plus minus deyishaversin. 70 plus minus. O'g'lar buni işte bo'lmasa kerak. Bilasizmi, bo'yiga qilib bunday qilib teng keltirmayman. Pastani bo'yini pasaytirib yuraman. Chunki ega borsa, misol 70 deyapmanmi? 75 chiqsa, obunachilarimiz xursand bo'lishadi. Duo qilishadi aka. Duo qilishadi. Maqsad shu-da. Maqsad shu. Xudo xolsa akalar unda kalla boshlariga bir e'tibor berib qo'yasizlar. To'g'ri qo'chqor, mayda barraq o'zimiz. Kalla qo'ychiman odam bitta ko'rganda xudo xolsa tushib olaveradigan variantda. Lekin uzunligi yondan beryapman, mana uzunligi ham o'ta uzun. Dumba boshlar kelishgan akalar, sifat, attenni sifatiga baho bersangiz, akalar sifat o'ta zo'r. Bir so'z bilan aytganda, boqib maza qiladigan, rezultatga yorvoradigan qo'chqorlar xudo xolsa. Aslida uni maqtashmasin, xursand bo'lar ekansiz odam. Liginda bo'lsa aka xudo xolasa. Video ko'zlar shu bo'lib turgandan keyin endi xudo xolasa. Endi mana bu qo'chqorlar akalar shu 1 metr tepasida bo'ladigan, vesti ham o'sha 200 kg bo'ladigan variantda. Faqat sababini qilish kerak, xolos. Aka, yeb-ichirlar sog'lik salomatligiga xudo xolasa bir hafta bemalol boqishaveradi. Yeb-ichar bizda yaxshi. Yana bundan buyog'i barakadan keyin bir hafta sinab olishadi. Sinab olishadi. Bir haftadan, aka, bir haftaga sinovlari bor, lekin quloqlariga ham e'tibor berib qo'yib qo'shib qo'yiladi. Aynan quloqlari ham shalpon quloq. Вообще, aslida 3 kun buni nimasi-yu? Ha, shariatda 3 kun. 3 kun aslida. Endi biz mayli endi murosa. Murosa aka. Murosa. Maqsad endi bir-birimiz ko'rinib chiroyli olib, ko'nimga o'rtmaslik maqsad. Bir hafta bemalol boqishaversin. Gap bo'lsin. Akalar, lekin qo'chqoring bormasa boradigan, olib maza qiladigan joyi. Eng yaqin oshna o'g'illarga, do'stlar, birodarlarga bemalol xotirjam tashlab qo'yaveringlar. Narxi ham qimmat bo'lmaydi. Narxini aka bir joyga bo'ladigan bo'lsa, ish bilan qilib beramiz. Uni Boburjon 25 ta dedimi-ku? Adashibman, 30 ta ekan. 30 ta, ha. Ochib o'ta, ham tanab qo'yish kerak. Soni 30 ta buni. Bir joyga olishadigan bo'lsa, keling, 3,5 yoki 4 dan o'tib beraman, 3,5 dan o'tib beraman so'zi yo'q. Mana bo'ladigan so'da 3 million 200 ming so'mdan bir joyga olasiz. Sizga rahmat. Samarqandgacha yetkazib beraman, dastlab. Samarqandgacha yetkazib beriladi, gap yo'q. Aslida 12 ta viloyatga yetkazamiz. Aha. Samarqanddan uyog'iga savdo mobaynida kelishamiz. Kelishilgan holatda yetkazib beriladi. Uni ikkita viloyatga yetkazib beramiz. Og'alar 17 ta viloyatga dastavkamiz bor. O'ylanib o'tirmay telefon qilaverasizlar. Samarqand, Buxoro, Xiva, Xorazm qayerdan ko'rayotgan bo'lsalar ham bemalol telefon qilsa, kelishilgan holatda uy joylarga ham yetkazib beriladi. Samarqandgacha tekin 3 million 200 ming so'mdan Samarqandgacha besplatni qilib yetkazib beriladi. Akalar, addushi yurakdan qo'rqmasdan xotirjamlik bilan tavsiya qilaveraman, chunki narxi o'ta arzon, chiroyli narx. Kelib tepasi kelib ko'ring. Aka, sizlar shu video boshida qo'yib qo'yamiz, joylab qo'yamiz aka. Bemalol kelib ko'rsangiz ham bo'laveradi. Holat o'ta zo'r. Yo'q, tanlab olsangiz aka endi buni. Tanlab olasiz, pilisi bo'ladi-da. Ha, pilisi ham minsi ham qilib berilaveradi, aka, o'zi chiqib bersangiz.
yo'qmi ekan o'zi minisini narxida aytdim-da, kichkina eng past narxi deyapti, ha, gap yo'q. 32 dan to'la bunaqa narsa aytmaydi-ku. Haqiqatan, lekin arzon bo'ldi, shu. Oqda qorani qora deyish biz vazifamiz aka. Shunday. Lekin mayli, Boburjon, mana bir 2 dona bir 3 million 100 ming so'mni o'zim chiqazib beraman. O'zi chiqarib berasiz, ha? 100 dan chiqazib beraman-ku. Xudo xolasa. Og'alar bir 2 dona 3 million 100 ming so'mdan ham chiqarib beradigan joylar. Imkoniyatingiz bo'lsa, hammasini bir joyga oling. Hop, Ma'minjon aka, keyin yana bitta narsa bor. Qulay tomon. Endi obunachilar uchun qulaylik qilishda ilojini boricha 30 tasini o'rtasida bo'lib olsa, 15 tasini haydab olsa aka. Ha. Narxi nima bo'ladi aka? Tortishmaydan cho'd desa bo'ldi. Mana shuning uchun tayoq tassa ikkiga bo'linadi. Bittasini olib ketishaveradi. Optimmasdami? Ha, shu 2200 ming so'mdan ketishaveradi. O'g'lon mana sizlarga imkoniyatimiz bor. Men doim taklif qiladigan narsam shu, tortmasdan shu o'rtasidan haydab olsalar, akalar yutasizlar. Zo'r bo'ladi. Tanlab olsangiz endi bunday edi, akalar ichidan 10 ta zo'rin terib olsangiz, sizdan keyingi odamga baribir o'sha sizga qo'shib berilgan pulni o'tib berishga to'g'ri keladi. To'g'rimi aka? Shunday. O'shani hisobiga haydab olsa, Ha. ham ko'p ham kuymaydi. Shunday, xudo xolasa. Xo'p, baraka topyapti. Albatta aka. Akalar, lekin Qo'chqorda yaxshisini zo'rni olaman degan akalarga shu yurakdan yana bir bor taklif qilaman. Haqiqatan zo'r, yaxshi variant yo'q. Xo'p, oldinda akalar bizdan uzoqlashmaysizlar, xudo xolasa eng arzonini necha bilan qo'yib beramiz aka bugun? Bugun xudo xolasa 1.600 dan ham qo'zim bor. 1.600 1.600 dan ham chiqazamiz, 8 dona bor. Mashallah. Eng arzon. O'zi aslida 2 ni pastda qo'y yo'q. Ha. Qandaydir xudoyam donasi bilan menda bor bo'lib qolyapti. Baragasini bersin aka, baragasini bersin. Akalar, xudo xolasa mana 1.600 ming so'mdan ham qo'zlar chiqarib beramiz akalar. Sizlar uzoqlashmay turasiz, bir dona vaqtni bosib qo'llab turasizlar. 1.600 ming so'mdan o'ta arzon narx bo'ladi akalar. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyasiga soni o'ta serobidan olaman degan akalarimiz 50, 60, 70 talab chiqib tursa, bir partiya, bir qo'ra bitta tortaman degan akalarimiz mana zo'r variant. Hop, Ma'minjon soni nechta bo'ldi hozir bu yerda? Bunga soni 60 ta devrak. 60 ta. Ikkita nari beriga 60 ta hisob olsin. Xudo xohlasa. Og'alar 60 ta hisobini bemalol sizlar xudo. Yosh o'yliklari aka, uni yosh o'yliklari. Bari yosh o'ylaga 6 oylik bor. 6 oylik atrofida akalar shu to'qliga kelib qolgan variant xudo xohlasa, akalar e'tibor qilasizlar, qo'ylar mayda qo'ymas. Oyoq qo'l uzun, yerdan balandligi o'ta zo'r, holat yaxshi qo'ylar xudo xohlasa. Bir so'z bilan aytganda akalar, olgan odam baraka topadigan zo'r narsalar ekan. Hammasini kellasini ko'tarib, keyin gaziga ham bir e'tibor bersizlar. Aka tepasidan bekorga olib qo'yilgan yo'q. Yondan ham ko'ringda mana qarang. Tuyoqlar stakan tuyoq. Hamma tomonlama kelgan. Bir so'z bilan go'sht yo'raveradigan variant ekan aka, yog' bosib ketmaydigan ochiqlar. Yo'q, qo'ydamda ko'rishsa o'zi men oyoqlarini da ko'rishganda qo'y boqqan odam o'zi biladi. Qo'yda oyog'i yo'g'on. Ingichka oyoqlar. Qarangda. Stop. Yo'g'on. Hammasi oyog'i. Lekin bu so'z bilan aytganda olib maza qiladigan narsa. Xo'p, aka, yerdan balandligini qanchaga beramiz endi buni? 70 plyus. 70 plyus minusga bemalol xarid qilsalaring bo'laveradigan variant akalar. Bo'ylari yaxshi, uzunligi yaxshi, yema-ichmog'i ham albatta zo'r. Yana bir hafta sinab olishaveradi. Menda zo'r. Xudo xolasa. Achigan, gazlangan, opida turgan po'chak va hokazo narsalar berib qo'yishmasa, Xudo xolasa yaxshi, qo'ylar zo'r. Deydi, ana yer turibdi akalar, o'z ko'zim bilan ko'rib, kaslar o'qilib tozalayapti emas. Yemasa endi shunday qilib berib sababini qilsangiz akalar, mana bu qo'ylar haqiqiy rezultatni yoradi akalar. Chunki yerga yaqin yer bar qo'ymas, keyin yassi yo'qmas ekan akalar. Shu tomoniga ahamiyat berib qo'yamiz. Kalta kuchda qo'ymas. Shu tomoniga ahamiyat bersalaring bo'ldi. Shu yerga buzuq qo'chqorlar hamisha zo'r o'zgaradi. Hammasi. Yesa mashla to'ladi-da, mana ko'ryapsizmi? Bo'sh qop akalar. Qo'yganingizda bo'sh qop to'ldirsangiz nima bo'ladi? Baraka bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p. Aka, endi buni bormi? Narxini nech pulga qilib beramiz obunachilarimizga? Buni narxini endi nima deymiz endi? Ular bo'ladigan qilib olaman, balki. Aka, endi sizning o'zi shunaqa, bizning kanalda ham shu ikkinchi kim bo'lmaydi aka, tangal bo'ladigan savdo. Bo'ldi, keling. Qani? 3 million 200 demayman, ha? Ha. Narigina 3 million 200 qo'ydim, zo'r qo'zimda. Xudo xolasa olganlar baraka topsin. Buni ham 3 million demayman uka. Mana 2 million 800 ming so'mdan bir joyga olsa, bor ekan. 400 ming farq qilyapti akalar, ko'ryapsizlarmi? Azo qilasan. Arzonchi, optimchi desam mana shunaqa bo'ladi akalar. Haqiqatan arzonchi, haqiqatan optimchi akamiz. Imkoniyat bormi? Keling tepasiga kelib ko'ring. 2 million 800 ming so'mdan o'ta chiroyli narx bo'ldi. Telefon qiling, aloqaga chiqing, ishingiz 100% bitadi. Chunki akamiz hech bitta har doim qaytarib mana shu darvozdan qurib chiqarganlar emas. Men tepasiga ko'p guvoh bo'lganman, barakasini qilib sotganlar ko'pini. Xo'p, aka, endi buni tanlab olishsa.
Buni kalla olsa, uka nima qiladi? 100 ming so'm plyus qilib berasan bo'ldi. Ha, 100 ming. Lekin bitta narsani tanab qo'y. Bu qo'yinda ichida 7 dona 100 ming so'mdan minus qo'yim bor. Ha. 100 ming so'mdan minusini qilib beraman. 7 dona qo'yim, boshqasini qilib bermayman. Ha. Chunki molingda aybini ham bil, kamchiligini bil deydi-da. Shu kamchiligi 7 dona kichkinarog'i bor buning ichida. 60 dan ichida 7 dona. Ha, 7 dona bor, shuni 100 ming so'mdan minusini qilib beraman. Gap. Ha? Akalar, mana imkoniyatdan foydalaninglar. Xudo xolasa yaxshi qo'zg'och olaman degan kunga tavsiya qilamiz. Akalar, narx arzon. Qulay, chiroyli narx bo'ldi. Akalar, bunaqa narxlarda hozirgi kunlarda qiyin. Buncha bozorlarga ham bemalol solishtirib ko'ring. Xotirjam bozorlaringizda 2008 ming so'mdan bunaqa kellalar o'zi qo'chqor bo'lgan, to'qlik o'tib qolgan qo'chqorlar yo'q bo'lsa kerak akalar, xudo xolasa. Zo'r narx bo'ldi, yaxshi narx bo'ldi. Bizdan uzoqlashmanglar akalar, oldinda keyingi partiyalar. Buni aka endi haydab olsa ham o'sha o'ptirmasa ketaveradi. Shu misol yarimni bo'ldim degan 20 tasini deylik, mana 20 tasini haydab olsa, yo'q, 20 bayda 60 ta narsa bor-da, 20 tasi bo'lib qolsa 3 dan biri chiqib ketib qoladi-da. ha. 30 tasini haydab Bunday olsa. qilaylik. Ha. Keling, mana siz so'zingiz chiqdimi? Aha. Haydab olsa, shu agar tanlashmasa, tanlashsa shu 100 ming so'mdan plyus bo'ladi. Cho'da paydasi 20 ta chiqsin. 2 million 800 ming so'mdan haydab oling ketaveradi. Like'ni bosib turing akalar, qo'llab-quvvatlab, adish uylarga padishga yaqib turinglar, mana shunaqa yaxshi qo'shqo'llar sizlarga taqdim etib boramiz. Narxi haqiqatan zo'r, yaxshi chiroyli narx bo'ldi. Bizdan uzoqlashmanglar, oldinda keyingi partiyalarimiz. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyamizga yosh urg'och qo'ylardan kerak degan aka-ukalarimizga mana sizlar uchun zo'r variant bor. Rahimjon aka, buni soni nechta aka? Buni soni 70 talar. 70 ta, hop. Lekin buni uzun soni 200 ta aslida. Uzun soni 200 Uzun soni 200 ta. Tayyorini olib chiqdik. Videoga chiqayotgani 70 dona, aka. Videoga chiqayotgani 70 dona. Aha. Hozir pastda qo'ramda ham bor. Mendan uchun olib tayyor qilishyapti. Tayyor qilishyapti. Bu sog'lom bunday narsaki, aytamizda, shu haliga qari qo'yimni yo'qotib, o'rniga yosh qo'y qo'yaman degan obunachilarimizga tavsiya qilaman. Ha. Xudo xolasa yoshi 5-6 oylik qo'zi. Buni yaxshilab boqib tursa, Xudo xolasa o'zi qo'pollar bilishadi, shu qo'ychilar bilishadi. Parvarishini qilib tursa, bugun bu yil kuzga qochadi bular. Ha, kuzga qochadi, Xudo xolasa yildan keyinga bitta narsa, mana 70 ta narsa 140 ta 150 160 bo'lib qoladi. Ichida Qo'l sumini sizga sotaveradi, ha, yana menga berishaveradi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, qo'ylarim qaridi. Yoshi kerak, bir cho'pondagi bo'lsa zo'r bo'lardi degan aka-ukalarimizga mana imkoniyati zo'r. Oyoq qo'li uzun, dumma boshlariga kelishgan akalar, hamma tomonlama formalari zo'r. Kalla boshlariga bir e'tibor beramiz, kalla boshlari ham o'ta ajoyib akalar. Eng asosiysi uzunligida, uzunligi ham juda chiroyli, yaxshi holatda ham bo'lgan. Ikki dumbar, ikkita dumbalar akalar, boyliklari ochiq qochishiga oson bo'ladigan yaxshi qo'ylar bo'ladi. Buni yerdan balandligiga qanchaga beramiz aka? Bor yerdan balandligi Yetsan bo'ladi. Bu yerdan balandligi 65 kilodan shu mayda qo'zib qoladi. Aslida buning ichida 65 ligi yo'q. Nima desam bo'ladi? 70 plus. Bo'ladi. Ha, 70 plus minus to'g'ri. Ketavering. Ha. Chunki bu qo'zimning ichida bitta qo'zim 65 lik yo'q-da. Lekin 65 ligi uylariga borib qolsa, shu biz savdogarlar o'lchaganda realni o'lchasin 65 borib qolsa qaytarib yuborishaveradi. Qaytarib yuborishaveradi. 65 lik yo'q. Ha, yo'q, deyapti. Ha. Xudo xolsa akalar. Bo'lsa ham olib qo'yamiz. Ha, bo'lsa ham olib qo'yamiz. Qaytish xohlaymiz. Shunda. Akalar, hammasi 70 plusga xarid qilaverasizlar. Yaxshi holatdagi urg'och qo'yni olaman degan aka-ukalarga tavsiya qilamiz. Haqiqatan zo'r narsalar ekan. Ko'rganda odamdek ko'ngli jizaytadigan, mana qo'y olayotganda ham odam maza qilish kerak-da akalar. Qo'y olganda ham xarid qilgan narsangiz ham ko'nglingiz chiqib, maza qilish kerak. Ana shunaqa variantdagi. Qolganlar o'sha mana dumbalaridan, boshlaridan tulov boshlagan shunday bilinib turib yuzlari yaltillab qo'llanyapti akalar. Shu tomonga ham bu qadar ahamiyat berib qo'yamiz. O'zi obunachilardan ko'rishayotgan sog'liq o'zi bir 10 ta bir savdogardan bir ikkitasida bo'lsa bo'lib qolyapti. Bo'lmasa bo'lgan yo'q. Sog'liq tag o'rni kam. Kamdan kam chiqyapti-da. O'zi yo'q. Uncha odam bera olmaydi. Endi biz bir ilojini qildik. O'sha qildan olib keldik. Bu sog'liq yana shunday narsaki, buni yaxshilab qarasin obunachilar, sizlardan iltimos. Xudo xolasa kuziga chiroyli qilib ko'paysa bunga davriga yetkazib olsa, Xudo xolasa bu maza qilib berishadi. Qo'chqorni boqib nima qilamiz endi? Jazosi pichoqda. To'g'ri. Lekin mana buni 5-6 yil chiroyli qilib boqib yursami, ancha narsa bo'ladi.
Hozir qo'yam bir dona qo'y bilan bitta so'g'li bilan bitta qo'chqor bilan tarqaganda aytadi. Albatta. Aka bu sog'liqli korxona hisoblanadi-da, ishlab chiqarish korxonasi hisoblanadi. Endi o'zini ta'mirlab yuraveradi bular. Xudo xolasa. Xo'p, aka endi buni yeb ichganlar sog'liqligiga garantiya bor. Bor. Bir hafta bemalol boqishaveradi. Narxni necha pulga beramiz aka? Rahnovosini aylanma endi buni nima qilsam bo'ladi, og'ayni? Bitta narsa ayting. Hop. Arzon ayting, tochkasini ayting aka. Lekin chikinsiz. So'g'liq kam ekan deb bunday deb narx ko'tarmay kel. Ya, sizda arzon aka. Xohlasa arzonchi nomimizga ega bo'laylik. 2600 ming so'mdan bir joyga olishsin. 2600 ming so'm. Bir joyga olishsin 70 bosh. Yana bitta narsa. Ya unisini aytma qo'y. Ayting. Yo'q, Siz aytmayman. olmaz. Yo'q. Hurmatli obunachilar, Yo'q, yo'q, yo'q. ha, aytmoqchi bo'lgan gaplarni o'zingiz yetilib o'qisiz aytishadi. Aka qarang, 70 tasini bir joyga olaman deysiz Ahmadjon aka. Dastlabki masalasi qayergacha qilib bera olamiz aka? 70 tanaga bir joyga olaman desa, shu Samarqandda, Buxoro, Navoiy hamma yerga yetkazamiz. Kelishgan holatda yetkazamiz, og'ayni. Ahmadjon aka. Chunki bunday narsada gapingiz bo'lmasa, hamma vaziyatlar shofyorlarimiz Samarqandgacha ahli yetadi-da. U yo'g'iga qiyinchilik bo'lishini bilishadi. Misol hozir Buxoro deylik, Navoiy, Toshkentda yo'q o'zi 1000 kilometr o'tib ketib qoladi-da. Kunduz chiqdi aka, Shuning uchun misol Samarqandgacha deganimiz sabab o'sha. Mayli shu yo'q o'zlari mashinani elitib olib tursin, misol. Ja bo'lmaydi deysa. Shuga yetkazib beramiz, olib ketishaveradi. Yoki bo'lmasam bir kun, 2 kun nari berib bo'lib qoladi. Vaziyat topganimizcha. Tursa bo'ldi. Yetkazib beraveramiz 12 ta viloyatga. 12 ta viloyat. Buni so'ragan sababi aka, mana siz o'zingiz ham xabaringiz yo'q bundan. Buxorodan bitta akam borlar, menga shu 2 marta telefon qildilar. Yaxshisi qo'y qilishga urg'och qo'y so'raganlar xullas. Buxorodalarda akamiz o'z hamma videolarni ko'rib, kuzatib borayotganlar. Aka ko'rsangiz tavsiya qilaman shu qo'ylarni. Haqiqatan yaxshi narsalar. Olsangiz baraka topadigan. 2 million 600 ming so'mdan aka. 2 million 600 ming so'mdan akalar Samarqandga yetkazib beriladi. Qari qo'ydi puliga bo'lyapti. Qari tishini to'kib ular bo'lgan qo'ylardan yosh qo'y. Olasiz shu sababini qilib boqib yaxshi qo'chqordan ichiga bir 4 dona yetkazadi bularga. Ha shu yaxshisan. Ayg'irdan. Ayg'irdan bir 4 ta yo 3 ta qo'shsangiz bemalol yetkazaveradigan variantda akalar. Holat zo'r, sifat zo'r. Eng muhimi akalar tavsiya qilgan narsamdan hech uyaladigan joyim yo'q. Xudo xohlasa har doim tavsiya qilgan odamlarim olishib, xursand bo'lib yurishdi. Instagramga o'tib ko'rsalaring, bilasizlar akalar. Instagram tarmoqlarimizga joylab olganmiz. O'zimiz obunachilar keladi, menga murojaat qilishadi, Ahmadjon aka. Oborib ko'p yerda o'zingizdan ham mana shunday amakilarga o'zim savdo qilib berdim aka. Lekin yana bitta narsasi borki, buni misol hammasi o'litma ko'ringda. Bitta yarimta chiqib bo'lmasa hammasini dumbasi tikka. Buni o'zi cho'ponlarimiz bilishadi, bu dumbasi tikkanligini, shu qo'ychivon obunachilarimiz biladi, sababini, ma'nosini. Xudo xohlasa. Ha, uni o'zlari. Akalar, bu partiyamiz videosi sal cho'zilib ketdi, sababi ta'rifini berib qo'yish bizning vazifamiz. Tavsiya qilayotgan narsamni ta'rifini berib qo'ysam akalar, xudo xohlasa men ham sizlar yo'llarga yurishim yorug' bo'ladi. Aloqaga chiqing, telefon qiling, bog'laning. Mahmudjon aka tanlab olishsa. Tanlab olsa 100 ming so'mdan pilisi bor. 100 ming so'mdan pilisi bor, ha? O'zi aslida undan ham ziyod aslida yo'q. Endi bu shuncha pilisi qo'yib degan so'z bo'lib qolmasin. Ha, 100 ming so'm. Odam ko'naga kelib qolmasin, 100 ming so'm pilisi bor. 2 million 700 ming so'mga mana shu nima deyapti akalar, kamida bir 4 ta 5 ta 10 ta qilmasa 32 kamida 3 million chiqaradi o'sha joylarda. Bizning kanalda arzon bo'ladi akalar, arzonni sizlar uchun taqdim etamiz. Qo'lingizdan kelgancha, lekin men yo'g'onligini qaranglar. Ish zo'r narsa. Buncha bozorlarda mana xillar bo'ladi. Imkoniyatingiz bor, mana ko'rib turibsiz bu videoni. Bitta like bosib qo'ying. Otangga rahmat, bitta yozib qo'ying akalar. Kanalimizga obuna bo'lmagansiz, obuna bo'lib qo'ying. Siz uchun mana yaxshilarni taqdim etamiz. Bizdan uzoqlashmang akalar, oldinda o'ta arzonlar 1 million 600 ming so'mdan qo'zi chiqaramiz akalar. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyamizga, so'nggi partiyamizga o'ta arzon, o'ta qulaydan. Bunaqa narx akalar o'ta kam uchraydi. Shuning uchun imkoniyat bormi? Videoni ko'ryapsizmi? Qo'y arzon olmoqchimisiz? Aka imkoniyatdan foydalaning. Soni nechta Ahmadjon aka? Soni 8 dona. Aha. 7 ta urg'ochi, bitta qo'chqor bor, changlatgan. Changlatib turgani? Changlatib turgan bitta qo'chqori ham bor akalar, 7 ta urg'ochisi bor ekan. Soni 8 dona. Endi buni yosh oyliklarni qanchaga beramiz aka o'shanda? Yosh oyliklar bular bo'lsa 3 oylikda. 3 oylik, ha? 4 oylik deb yolg'on so'z bo'lib qolmasin. 3 oyni nari beradi. Akalar, men bu qo'zg'olonni bezrasxo deb qo'yaman. Hali Araqto'ga haydab borsangiz ham o'zimiz to'g'izib, qon to'g'ondan qaytib sekin qo'rasiga yo'tiladigan variantdagi qo'ylardan xolos. Ahmadjon o'zi aslida hozir bunday aytadi, realni tan olaverish kerak.
Misol obunachilarimiz o'zlari ham ko'rishyapti. Hozir 2 millionga ham qo'y yo'q-da. Aslida 22-23 ga ham yo'q. Bu 10 ta savdogardan bittasi qilib kelib qolmasa, kelavering tog'a. Ha. 10 ta savdogardan bittasi qilib kelib qolmasa, menga o'xshab. Deyarli yo'q. Hozir patom 2,5 bilan 3 ta o'rtasida qo'zi bo'lyapti, xolos. Ha. Lekin mana men hozir 1 million 600 ming so'mdan mashinasini qo'yib beraman. Xudo xohlasa. So'ramaysam, o'cha ham qilmaysiz mana. 1 million 600 ming. Ana aka. Obunachilarimiz ham so'rashadi. 1 million 600 ming so'mdan o'ta arzon, o'ta qulay narx bo'ldi. Amakimiz kelganlar uchun kelavering tog'a. 1 million 600 ming so'mdan butun territoriyada ko'rmadingizmi qo'y Xudo xohlasa? Mana sizcha arzon tog'a. 1 million 600 ming so'mdan aka. Like bosish kerak, qo'llab-quvvatlab turish kerak. 1 million 600 ming so'mdan bo'lsa, dasturkasini qayergacha qilib beramiz? Buni vodiy bo'ylab bering. Toshkentga ham chiqazib beraman, Samarqandga ham chiqazib beraman. Mana 50 ming so'mdan pilusi bo'lsin. Ha, yo'l kirasi. Ochon, bu misol menga foyda ham qilmaydi, boshqa ham qilmaydi, real narsada. 50 ming so'm foyda qo'shyapti degan o'y bo'lib qolmasin. Bu yo'l kirasiga. yo'l kirasiga, tamom, shu. Yo'l kirasiga qilib beriladi Xudo xohlasa. 50 ming so'm misol Toshkentgacha bo'lsa 16,5 dan, Samarqandgacha 16,5. Vodiy bo'ylab bo'lsa 16 dan mana bir joyga. Keling mana. Xudo xolasa, Allohim barakasini bersin hammaga, olganga ham, sotganga ham. Akalar 1 million 600 ming so'mdan imperativ bo'lsa, siraz bosib ko'ring. Bu yildan keyin o'zidan ko'payib qoladi, Xudo xolasa akalar. 7 ta urg'ochi yana 5 ta to'p bersa, Xudo xolasa 14 ta. Bundan avvalo nasib bu, Xudoyim biladi avvalo, bozori. Hozir mendan shuni 1 million 600 olib 1 million 700 1 million 800 dan sotishaveradi. Ha, shunday. 1 million 600 dan hozir on qilaylikchi, o'ylaylikchi. Yo'q-ku, yo bormi? Yo'q, yo'q. Chiqayo'q, yaqin. Danni mamlakatlarda yo'q, mana shu bir hafta mumkin ichida ko'rganman. Lekin hayitdan oldin bo'lgan. O'sha hayitdan oldin chiqdi oxirgi marta u ham 1 million 800 mingdan chiqdi. Shu oxirgi marta. Ana hozir 1 million. Nayla bo'lsa obunachilarimiz maza qiladi. Gap yo'q. Akalar bir donadan like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Shu bilan videolarimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling akalar. Mana keng qo'ramiz, xudo xolasa kelib bemalol ko'rishingiz bo'ladi. Xaridorlar ham tez-tez tashrif buyurib ko'rishib turadi. Xudo xolasa meni oyog'ini tortib savdo qilaveradigan joyga kelaverasizlar. Eng asosiysi hamma gap narxidan. Narx o'ta arzon, o'ta qulay. Salomat bo'linglar akalar.